Dunyodagi eng katta sun'iy intellekt kompaniyasi OpenAI rekord darajada 110 milliard dollar investitsiya oldi. Lekin eng dahshatlisi bu emas. Eng qizig'i shundaki, sarmoya kiritayotgan gigant kompaniyalar sekingina bir cho'ntagidan ikkinchi cho'ntagiga pulni kiritmoqda. Qanday qilib deysizmi? Hozir tushuntirib beraman. Ayni paytda OpenAI'da bozordagi bahosi 730 milliard dollarni tashkil qiladi. Bu degani oxirgi 5-8 yilda OpenAI 730 marta ko'paydi, ya'ni bahosi oshdi. Investitsiya qabul qilingandan keyin OpenAI'da asosiy bahosi 840 milliard dollar deb baholanadi. Bu post money narxi. Demak, qaysi kompaniyalar investitsiya qiladi? Ayni paytda eng katta investitsiya qilayotgan kompaniya bu Amazon 50 milliard, lekin usloviyasi bor. 15 milliard hozir pul to'laydi, 35 milliard esa qanaqadir talablar bajarilgandan keyin. Undan keyingi ikkinchi kompaniya bu Nvidia'ni o'zi chip ishlab chiqaradigan kompaniya 30 milliard, SoftBank esa 30 milliard bilan investitsiya kiritmoqda. Lekin ayni paytda OpenAI'da statistikasiga qaraydigan bo'lsak, bu kompaniya zarar bilan ishlayotganini ko'rishimiz mumkin. Lekin statistika juda ham nerealniy ko'p. Demak, har haftalik foydalanuvchilarning soni milliardga yaqin. Demak, 900 millionni tashkil qilar ekan. Uning ichidan 50 millioni pul to'lab, ya'ni premium account userlar hisoblanadi. Eng qiziqarlisi esa uning ichidan 9 millioni korporativ foydalanuvchilar, ya'ni bu o'z-o'zidan gapiradiki, qimmat foydalanuvchilar. Oxirgi yillarda eng katta burilish yasagan produkti Codeksdan foydalanuvchilar 1.6 million developerlar hozirgi kunda foydalanib kelayotgan ekan. Demak, bir nechta men qiziqarli bo'lgan faktlar aytmoqchiman bu kompaniyani. Bu OpenAI asoschisi Sam Altman'da bu kompaniyadan 0% ulushi bor. Bu ayniqsa intereslar to'qnashuvi bo'lmasligi uchun shunday yo'l tutilgan degan fikrlar bor. Demak, ulushlar haqida qisqacha ma'lumot beraman. Ayni paytda Microsoft kompaniyasi eng katta ulushdor hisobida 23.5% ni egallab turibdi. OpenAI Foundation esa 22.5% ulushni nazorat qiladi. Bu hozirgi kunda 180 milliard dollar degani. OpenAI Foundation bu asosan soliqlar va xayriya ishlar bilan shug'ullanadi. Aynan shu ishlar uchun 22.5% ni egallab turibdi. Yangi investorlar umumiy 13% egallayapti. Bu degani Amazon 6%, Nvidia 3.5%, SoftBank 3.5% bilan ulushga kirgan. Umumiy olganda xodimlar va birinchi